Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Iroqdagi eng mashhur va tarixiy joylardan biri qadimiy Vavilon shahriga birgalikda sayohat qilamiz. Vavilon oddiy qadimiy shahar emas. Bu joy tarixda juda katta iz qoldirgan. Qadim zamonlarda bu yerda rivojlangan shahar hayoti, saroylar, ibodatxonalar va ulkan darvozalar bo'lgan. Vavilon shahri Dajla va Furot daryolari oralig'idagi eng qadimiy Mesopotamiya hududida joylashgan. Aynan shu hudud ko'pincha sivilizatsiya beshigi deb ataladi. Vavilonning eng mashhur hukmdorlaridan biri podshoh Hammurapi. U o'zining qonunlar to'plami bilan tarixda mashhur bo'lgan. Uning qonunlari insoniyat tarixidagi eng qadimgi yozma qonunlardan hisoblanadi. Vavilon haqida gapirganda albatta Semiramida osma bog'lari ham yodga tushadi. Qadim dunyoning 7 mo'jizasidan biri sifatida tilga olinadigan bu bog'lar haqiqatdan ham mavjud bo'lganmi yoki yo'qmi, bu masala hali ham tarixchilar orasida bahsli. Bu yerda yana mashhur Ishtar darvozasi bo'lgan. U ko'k rangli g'ishtlar va turli hayvonlarning tasvirlari bilan bezatilgan. Hozir uning asl nusxasining katta qismi Berlindagi Pergamon muzeyida saqlanadi. Bugun esa Vavilon xarobalari orasida yurib, qadim zamonlardan qolgan devorlar va inshootlarni ko'rish mumkin. Eng qiziq tomoni shundaki, bu joyga qarab turib minglab yillar oldin bu yerda odamlar yashaganini, savdo qilganini, ibodat qilganini va katta shahar hayoti kechganini tasavvur qilish mumkin. Bu yerga kirish sayyohlar uchun 25 ming dinar, Iroq xalqi uchun esa 3 ming dinar ekan. Oralaringda bu yerga kelishni xohlaganlar bo'lsa, man qilgan xatoni aslo qilmanglar. Yoz oyida Iroqqa kelishni rejalashtirmanglar. Vavilonga kirishim bilan telefonim "Men bunaqa issiqda ishlashga mo'ljallanmaganman" deb o'chib qolsa bo'ladimi? 10 minut yurgandan keyin o'zim ham o'chib qolishimga oz qoldi. Bunaqa issiqni men hali hayotim davomida ko'rmagan edim. Turmush o'rtog'imga "Meni bu yerga qishda olib kelasan" deb ishonsalaring, Vavilonni ichidan yugurib chiqib ketdim. Xohlaganimdaqa video olib, rasmga tusha olmaganim juda ham achinarli bo'ldi men uchun. Agar siz ham Iroqqa sayohat qilsangiz, Vavilon shahriga albatta kelishga harakat qiling. Bu yerda nafaqat chiroyli manzaralarni, balki minglab yillik tarixni his qilish mumkin. Bugungi sayohatimiz shu yerda tugaydi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda Iroqning yana boshqa qiziqarli joylarini birgalikda kashf qilamiz. Ko'rishguncha, xayr!